nega nur terapiyasidan keyin qo'l yoki oyoq shishishi mumkin? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mening otim Mavlonbek Adhambek o'g'li. Men limfolog, plastik jarroh hisoblanman. Bugun tushuntiradigan mavzuyim aynan juda ko'p uchraydigan holat nur terapiyasidan keyin, radiatsion terapiyadan keyin uchraydigan limfa shish. Endi nurni qayerda onkologiya chiqqan bo'lsa, shu soha va yondosh qo'shni organlarga berilishi mumkin. Bu bosh bo'yin sohasi, qo'l, gavda, oyoq sohasi bo'lishi mumkin. Nega endi nur terapiyasidan keyin shu sohalar shishadi? Bunga sabab nur terapiyasi, radiatsion terapiya aynan onkologik hujayralarni o'ldirishga qaratilganligi uchun juda ham o'zi tabiatan kuchli hisoblanadi. Kuchli deganim o'sha to'qimalarni qattiqlashishiga olib keladi, to'qimalarda o'zgarish paydo bo'lishiga olib keladi. Mana bu holat limfa tomirlarini ham chetlab o'tmaydi. Limfa tomirlari aynan radiatsiya vaqtida, nur berilayotgan vaqtda chandiqlashadi, o'zini holatini yomonlashtiradi, ya'ni yopilib qolish ehtimoli yuqori. Masalan, limfa tomirini shunday kattalikda, masalan 10 millimetr diametrda oladigan bo'lsak, masalan, nur berilgandan keyin buni diametri qisqarib 5 millimetr ga ham tushish ehtimoli bor masalan. Ya'ni nur terapiyasidan keyin o'sha 10 millimetr bo'lgan diametr 5 millimetrga tushib kichrayadi. Kichraygan tomirdan esa oldin 1 litr oqqan bo'lsa suyuqlik, ana endi 500 millilitr oqishni boshlaydi va ortiqcha suyuqlik atrofdagi to'qimalarga so'rilib singishni boshlaydi va biz tashqi tomondan shishni sezamiz. Mana bu shish faqat teri ostida emas, balki organlarni shilliq qavatida ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, aynan bosh bo'yin onkologiyasida o'sha hiqildoqmi, qizil o'ngachmi, kekirdekmi va hokazo yo'llarida yokida qalqonsimon bezmi nur terapiyasi olganda ko'p holatlarda kasallarda bo'g'ilish paydo bo'ladi, yo ovozini o'zgarishi paydo bo'ladi. Bu aynan shu ovoz o'sha hiqildoqmi yo halqumdagi shilliq qavatda limfodema, limfa suyuqligini turib qolishi natijasi hisoblanadi. Yana bu nur terapiyasidan keyin limfa shish ko'krak onkologiyasidan keyin, ko'krak bezi onkologiyasidan keyin, bu bachadon bo'yin onkologiyasidan keyin, erkaklarda o'sha prostata bezi adenomasidan keyingi holatlarda ham juda ko'p uchraydi oyoqda. Mana bu holatlarda qanday yordam beramiz? Biz jamoamiz bilan bunday kasallarga o'sha ikki xil yo'l bilan yordam beramiz. Bu birinchisi operatsiyasiz yo'l orqali. Agar lozim bo'ladigan bo'lsa, biz operatsiya yo'li bilan ham aynan limfodemani davolashlikda yordam berishimiz mumkin. Agar yaqinlaringizda yo tanishlaringizda shunday holat bo'ladigan bo'lsa, ularga xabar bering. Chunki qancha vaqtliroq bu bilan kurashiladigan bo'lsa, hayot sifati shuncha yaxshiroq bo'ladi va biz bu shishlarni to'laqonli qaytarishga erishishimiz mumkin. Salomat bo'linglar.